Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bu kameramiz ko'rib turibsizlar, trendda sotilgan kameramiz yana Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Xo'jahayron qishlog'i Sharipov Sherzod akaga ketyapti. Bu do'stlariga olyapti bu kamerani. 3-kamera olishlari. Xuddi shu kameradan mana shu 3-chisi bo'lyapti do'stlar. Va shu Mujay ekan to'lovlarni qilishdi. Hozir pochtadan chiqarib olyapman do'stlar. Kameramizni ko'rsalaring. Chap tomon, o'ng tomon pasti 360 aynaladi, odamni qo'ydi, xullas kuylab yurib rasmga olib, videoga olib sizga tashlab berib turadi do'stlar. Manzilni ko'rlang do'stlar. Xullas Qashqadaryoga ketyapti. Quyosh paneli bo'ladi do'stlar bu. Endi bonusiga Sherzod aka nima qilyapmiz? Do'stlar uchun, olayotganlar uchun bitta 32 talik original Lexstar chipimizdan qo'shib beryapmiz. 32 talik bepul. Dastlabkasini ham O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul qilib berdik. Dastlabkani ham bepulga yetkazib beramiz. Endi quyosh panelini krenштейni ham chiqadi ichidan. Xullas shuruplarigacha berib yuboryapmiz. Kimga shunaqa kameralar kerak bo'lsa, do'stlaringga, xullas akalaring, ukalaringga bo'lsa, mana Sherzod akamga o'xshab zakaz beraverasizlar. Mana bizga ishondilar, biz ham ishonib mana chiqarib yuboryapmiz kameralarni zo'r qilib, ustonovkalarni qilib berdik do'stlar. Telegramdan yozaveramiz.